Oila a'zolaringiz bilan umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi, lekin ishonarli tur firmalarini topa olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qanday, qayerdan boriladi va narx-navolari qanaqa, oraliq masofa, gastnitsa, taomlari, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gastnitsalarimiz 4 yulduzli gastnitsalar. Madinada oraliq masofasi 250-300 metrni tashkil qiladi. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslar ham borsangiz bo'ladi azizlar. Madinada gastnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, albatta o'zbek oshpazlari tomonidan azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz bor. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Agarda azizlar, shuni ham aytib o'tishim kerak. Qur'on kitob bosmaxonalari bor. Haftada 2 mahal ishlaydi. Agar ochiq bo'lsa, unga ham bemalol kirishingiz mumkin azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bularning barchasi 14 kun ichida sizlar bilan malakali, tajribali elboshlar birga hamrohlikda bo'lishadi azizlar. Xo'p azizlar, reyslarimizga keladigan bo'lsak azizlar, reyslarimiz hozirgi kunda har hafta reyslarimiz bor. Haftani har seshanbaga Toshkent, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbasiga esa Farg'ona, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bizda hammasi inshaalloh qonuniy azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, sizlar bilan qanday bog'lanamiz, bizniki uzoqroqda deydigan bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagram pasport tashlagan holda. Undan tashqari, agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga naqd to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. O'z joyingizni o'zingiz bron qilgan bo'lasiz azizlar. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda azizlar. Xo'p, hozirgi kunda azizlar, bizni firmamiz tomonidan beriladigan narsa sovg'alar bor azizlar. Mana bunday bejiklar beriladi. Bu bejiklar 14 kunlik umra safarida borganingizda bu yerga mehmonxonaning qayerda joylashganligi, ism, familiyangiz, barchasi haqida ma'lumot kiritilgan bo'ladi azizlar. Va undan tashqari aeroportda beriladi bularning barchasi. Mana bunday kamzilchalar har xil razmerda va sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan borsangiz, Toshkent aeroportida, agarda Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Undan tashqari azizlar, agarda siz safarda ishlayotgan bo'lsangiz, Rossiyada yoki chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga bemalol Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilsangiz, biz mana bunday sertifikatlarni qilib, chiroyli guldastani olib, inshaalloh sizning nomingizdan ota-onangizga sirli surpriz qilib beramiz azizlar. Albatta Farg'ona, Marg'ilon ichi azizlar. Xo'p azizlar, hozirgi kunda reyslarimizning narxlariga, eng qiziqarli joylariga keladigan bo'lsak, narxlarimizni Farg'ona, Jidda yo'nalishli narxlarimizni $1050 qilib qo'ydik sizlar uchun. Toshkent, Jidda yo'nalishli reyslarimiz esa $1025 sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Bizda hammasi inshaalloh litsenziyalangan, qonuniy azizlar. Xo'p, bugungi video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.